La'natlangan orol. Ikkinchi qism. Iblis Jimmiga qarab shunday dedi. Tanangni menga ber. Tanangga kirishimga qo'yib ber. deya uning bo'yinlaridan jirkanch qonga botgan tillari bilan yalardi. Jimmining ko'zlari qorayib boshladi va "Tanam seniki" deya pichirladi. Iblis sekinlik bilan uni quchoqlab tanasiga yopisha boshladi. Dunyo va samo nimadir qilish kerakligini bilardi, ammo jasorat topilmayotgandi. Agar biror narsa qilishmasa, Jimmidan ham ajralishi aniq edi. Iblis ham karaxt kabi unga yopishgancha davom etardi. Samo va dunyo bir-biriga qarashdi. Samo qo'lidagi toshni mahkam ushladi va Iblisga qarab 2 qadam tashladi. Iblis jim edi. Go'yoki Jimmining quchog'ida rohatlanayotgandek edi. U boshqa tanaga o'tayotgani uchun jim. Samo tosh bilan Iblisning boshidan bor kuchi bilan urdi. Iblis o'kirib yubordi. Iblisning chap tomonidagi shoxi sinib yerga tushdi. Jimmining ko'zlari o'z holiga keldi. Dunyo yugurib borib o'kirayotgan Iblisning qon bo'lib yotgan ko'kragiga pichoq sanchdi. Iblis dumini osmonga muallaq ko'tarib turdi. Dunyo uning nima qilmoqchi ekanligini sezdi. Jozefning boshini yulib olganida ham shu holatda ko'targan edi. Dunyo tezlik bilan bo'yniga kelayotgan dumni qo'li bilan ushlab qoldi. Jozefning charxida o'tkirlangan pichoqni dumiga tortdi. Iblisning dumi kesilib yerga tushdi. Iblis shunchalik qattiq o'kirdiki, buni boshqa iblislar ham eshitdi va uzoqlardan iblislarning ovozi eshitila boshladi. Jimmi yugurib borib daraxt tanasiga qadalgan shoxni oldi va yerda ingrab yotgan Iblisning 2 ko'kragi o'rtasidan yerga qadab urdi. Iblis o'lmagan edi. U ko'kragidan o'tib yerga qadalgan shoxdan qimirlay olmasdi. Ular endi qochish kerak. Iblislar sohil tomondan kelishyapti. Demak, u tarafga yurishni to'g'ri. Ular yana to'g'riga qarab yugurishdi. Dunyo qochishdan oldin yerda yotgan dum va shoxni o'zi bilan oldi. Balki kerak bo'lib qolar. Iblislar yerda ingrab yotgan Iblisning yoniga yetib kelishdi. Iblislar o'zlarining shoxi va dumi bilan ajralib turishini bilishardi. Yerda yotgan Iblis ularning ko'ziga odamdek ko'rinib ketdi va iblislar uni maydalab tashlashdi. Shoxsizlik va dumsizlik iblislar orasida la'nat edi. Talabalar qochishda davom etdi. Ular juda ham chanqashdi va kichik buloq yonida to'xtashdi. Ular suvdan ichish uchun engashdi va qovushlab suvni qo'liga olgan edi ham suv tagidan bosh ko'rindi. Ha, bu inson boshiga o'xshash bosh edi. Ular suvdan uzoqlashdi. Bosh esa ularga yaqinlashib kelaverardi va suv tagidan oppoq ko'ylakda 10 yoshlardagi qiz ko'rindi. "Salom, men la'natlangan orol o'rtasidagi devorman", dedi. Buni eshitgan talabalar jim turardi. Qiz gapida davom etdi. "Bu orol la'natlangan orol. Bu yer teng 2ga bo'lingan. Sizlar ko'rib turgan buloq bu oroldagi muvozanatni ushlab turuvchi manba. Buloqning siz turgan tarafi iblislarga qarashli, narigi tarafi esa sokinlik daraxti joylashgan qora sharpaga qarashli. Ular bir-birining hududiga o'tisha olmaydi", deya gapini to'xtatdi. "Biz ortiq sohilga qaytishimiz kerak, ammo iblislardan qanday qutulish yo'lini topolmayapmiz", dedi Dunyo shosha-pisha. "Buning birgina yo'li bor. Iblislar sokinlik daraxtidan qo'rqishadi. Daraxtdan osilib tushgan har qanday tola iblisni o'ldirishga qodir. Tola iblis tanasiga tegishi bilan iblis tanasi kuya boshlaydi. Iblislar sokinlik daraxtidan qo'rqishadi. Ammo daraxtdan tola olish uchun avval qora sharpani o'ldirish kerak bo'ladi. Qora sharpani faqatgina iblis shoxi yoki dumi bilan o'ldirish mumkin. Bularning hammasi la'natlangan. Men ham bir vaqtlar oddiy inson bo'lganman. La'natlangach, suv tagida yashashga mahkum qilinganman. Sokinlik daraxtida sohilning narigi tarafidan kelgan begunoh odamlar osilib turibdi. Agar qora sharpani o'ldira olsangiz, bir qancha begunoh odamlarni va o'zingizni ham qutqara olasiz", dedi qiz. Dunyo xursand edi, chunki ularning qo'lida iblisning dum va shoxi ham bor edi. Ular buloqdan suv ichishdi va sokinlik daraxtiga qarab yo'l olishdi. Qiz ularni biroz vaqtga kutib turishini aytdi va suv tagiga sho'ng'ib ketdi. Qiz suv tagidan chiqdi va qo'lida moviy rangli tosh va kamon turardi. Moviy rangli toshni Dunyoning qo'liga berdi. Kamonni esa Jimmining qo'liga tutqazdi.
Qiz iblisning shoxi va dumini qo'liga oldi va qandaydir so'zlarni qaytardi. Qizning ko'zi moviy tusga kirdi va qo'lidagi dum va shox ikkita o'tkir uchli yoyga aylandi. O'qlarni ham Jimmyga tutqazdi va shunday dedi: Agar qora sharpani o'ldira olsangiz, bu toshni sokinlik daraxtining markaziga joylashtiring. Shunda butun orol tavqi-la'natdan qutuladi, deya suv tagiga tushib ketdi. Chunki u yer yuzida uzoq vaqt qola olmas edi. Ular sokinlik daraxtiga qarab yurishdi. Bag'aybat daraxt buloqdan o'tganidan ko'zga tashlandi. Ular sekinlik bilan daraxt tomon harakat qilardi. Daraxt ustida qora bulut tinmasdan harakat qilardi. U juda ham dahshatli ko'rinardi, lekin ular hozircha qo'rqishgani yo'q. Daraxtning yoniga yetib kelishdi. Daraxt juda ham bahaybat. Daraxtning shoxlarida inson tanalari osilib turardi. Ammo tanalar daraxt tanasidan quvvat olib turganligi uchun hali ham tirik. Ular shunchaki cheksiz azob bilan osilib turardi. Na o'la olardi, na qutulib keta olardi. Daraxt shoxlari ilonlar kabi qimirlab harakatlanardi. Daraxtning tagini qondan to'ldirilgan ko'l qoplab turardi. Qon qora bulut tagida yanada qoraroq ko'rindi. Balki osilib turgan insonlarning qonidir deb o'ylashdi. Daraxtning shoxlari ko'prikdek keladigan edi. Unda odam bemalol yura olishi mumkin. Osmondan qichqiriq eshitildi. Ovoz daraxtning har tarafidan eshitila boshladi. Ha, bu qora sharpa edi. Jimmy sergak tortib kamonni o'qladi. Sharpa osmonda ucha boshladi. Sharpa juda ham tezlik bilan uchardi. Uning ovozi juda ham qo'rqinchli, qichqiriq edi. Ovozining o'zi odamni hayiqtirardi. Ular daraxt tomonga yugurishdi. Daraxt shoxlaridagi tolalar ularni ushlashga, bo'g'ishga harakat qilishni boshlashdi. Ular daraxt shoxlaridan yurib o'tib, daraxt markaziga keldi. Sharpa qop-qora tutundek tarqalardi. Uning ko'zlari qip-qizil, ruhlarnikiga o'xshardi. Shunda daraxt shoxlari samoning bo'ynidan bo'g'ib oldi. Dunyo ham unga yordam berishga harakat qildi, ammo daraxt samoni daraxtning eng tepasiga tortib ketdi. Samoning bo'g'iq ovozida baqirgani eshitilib turardi. Sharpa o'zidan qizil nur tarqata boshladi, go'yoki zaharli gazdek. Jimmy kamonni o'qini mahkam tortdi, ammo daraxt aylanasida uchayotgan sharpaga o'q tekizish qiyin masala edi. Jimmy chuqur nafas oldi va o'qni qo'yib yubordi. O'q aylanib borib daraxt shoxiga tegdi. Daraxt ingrab yuborgandek bo'ldi. Daraxt to'xtovsiz harakatlana boshladi. Sharpa Jimmyning ustidan uchib o'tayotganida qizil tutun tarqalib ketdi. Jimmy tutun orasida qoldi va daraxtning ustidan qonli ko'lga yiqildi. Dunyo bir dona o'q qolganini his qildi va kamon tomonga sakradi. Oyog'i toyib ketdi. Yiqilayotgan vaqtda u daraxtning shoxlari uni bo'g'ib oldi. Daraxt uning bo'ynidan mahkam bo'g'ib tepaga ko'tara boshladi. U bir qo'li bilan pichoqni etigining orasidan chiqardi va daraxt shoxlarini kesa boshladi. U qiyinchilik bilan kamon tomonga qo'l cho'zdi. Kamonni ushlab o'qni tortdi. Daraxtning shoxlari uni tepaga ko'tara boshladi. U o'ylanib o'tirmasdan o'zi tomon qizil tutun tarqatib kelayotgan sharpaga o'q otdi. Sharpaga o'q tegmadi. Sharpa unga yaqin qolganida Jimmyning birinchi otgan o'qiga yaqinlashib qolgan dunyo uni daraxtdan sug'urib oldi va sharpa yoniga kelganda uni ko'ksiga qadadi. Sharpa bir soniyaga qolmasdan yo'q bo'lib ketdi. Daraxt harakatdan to'xtadi. Hamma joy jimib qoldi. Ammo hamma odamlar osilib turgan joyida bo'g'iq ovozda baqira boshlashdi. Chunki ularni bo'g'ib hayot berib turgan daraxt butunlay harakatdan to'xtab, ularga kuch bermayotgan edi. Bu degani bir daqiqa ichida hamma odamlar o'lishi mumkin. Dunyo nima qilishini bilmay qoldi. Keyin cho'ntagidagi moviy tosh esiga keldi. U toshni olib, daraxt markazida uni qo'yish mumkin bo'lgan joyni qidira boshladi. Daraxtning eng bahaybat joyi bo'lgan shox yoniga keldi. Kichkina chuqurchaga ko'zi tushdi. Shoshib toshni chuqurchaga joylashtirdi. Biroz vaqt sukut cho'kdi va mo'jiza ro'y berdi. Moviy toshning nuri osmonga ko'tarildi. Osmondagi qora bulutlar g'oyib bo'lib, osmon ko'm-ko'k tusga kirdi. Daraxtning qora poyalariga inson tomirida qon yugurgandek moviy nur harakatlana boshladi. Bu nur daraxtning eng chekka shoxlarigacha yetib bordi. Dunyoning ko'zlari g'amashib ketdi. Daraxtning barglari och yashil rangda tovlanib, bo'g'ib turgan odamlarni ohistalik bilan qo'yib yubordi. Odamlar pastga yiqila boshladi. Pastdagi ko'l ham endi qon emasdi. Suv o'z nurida jilvalanib turardi. Odamlar suvga yiqilgach, o'ziga kelib suvdan chiqa boshlashdi.
Ha, Samo va Jimmy ham tirik edi. Dunyo suvdan chiqqanlarga ko'z yugurtirdi. Samo va Jimmydan tashqari 13 kishi. Endi ularni ham olib ketish kerak. Bu insonlar qancha vaqtdan beri bu yerda o'zlari ham bilishmaydi. Ularning orasida Jozefning ayoli va qizi ham bor edi. Ular muvozanat bulog'iga borishdi. U yerda hammasi joyida edi. Dunyo Samo va Jimmyga odamlarni sohilga, kema yoniga olib borishini aytdi. Ular to'g'ri iblis kulbasi tomonidan emas, ko'proq vaqt ketsa ham uzoqroqdan aylanib borishini uqtirdi. O'zi esa quyosh botguncha bora olmasa uni kutmasligini aytdi. Jimmy va Samo qarshilik qilishdi, ammo bundan foyda yo'q edi. Dunyo bu orolni butunlay tozalamoqchi bo'ldi. Ular ketishdi. Ammo shu vaqt dunyoning orqasidagi chandiqlar juda ham kuchli og'riq berdi. Dunyo yerga yiqilib qoldi. U sudralib buloq yoniga bordi. Buloqdan o'sha qiz chiqib keldi. Qiz dunyoning orqasini ko'tarib ko'rdi. Orqasidagi la'nat degan yozuvdan qon oqardi. La'natning kuchayotganini his qildi. Qiz o'zini orqaga tortdi. Siz la'natlangansiz. Bunday bo'lishi mumkin emas, deya termuldi. Tirik qolish mumkinmi, deya sekin so'radi Dunyo. Inson tanasiga tekkan la'natni yo'q qilib bo'lmaydi, dedi qiz ohistagina. Unga rahmi kelgancha qarab, iblislarni yo'q qilish kerakligini his qildi. Qizcha ham unga qo'shildi. Uning tavqa la'nati olib tashlangan edi. Dunyo uning ketish kerakligini, sohildagi qayoqqa yetib olishini aytdi. Ammo rozi bo'lmadi. Qiz Dunyoning yonida qolishini aytdi. Dunyo daraxtdan olgan shoxlarini qizchaga ko'rsatdi. Ular shoxlarini pichoq yordamida uchun o'tkirlab, kamon uchun o'q yasadi va iblislar kulbasiga qarab yo'l oldi. Ular yaqin kelib qolishdi. Iblislarning ovozlari eshitila boshladi. Iblislar 4 ta yoki 5 ta edi. Quyosh botishiga 1,5 soatcha vaqt qoldi. Agar tezroq harakat qilsa ulguradi. Dunyo kamonni qo'liga oldi va o'qni mahkam tortdi. Kulbaning siniq oynasidan ko'rinib turgan iblisni nishonga oldi. Masofa 30 metrcha. O'q otildi va iblisning ko'kragiga tegdi. Iblis yonib ketdi va kulga aylandi. Buni ko'rgan iblislar tarqalib ketishdi. Biri kulbaning ustida, biri xona ichida, yana boshqalari kulbadan chiqishga ulgurdi. Kamonga yana o'q tortdi. Keyingisini nishonga oldi. Tomning ustida turgan iblis unga qarab yugurdi. O'q otilib iblisning bo'ynidan tegdi. U ham yonib kul bo'ldi. Yonayotgandagi ovoz shunchalik qo'rqinchli ediki, tasavvur qilish qiyin edi. Yana 4 ta o'q bor. Dunyo o'qlarni ko'zdan kechirdi. Keyingi o'qni joyladi. Dunyoni ta'qib qilib yurgan iblislar unga hujum qila olmayapti. Undan qo'rqayotgandek. Ikkita iblis daraxtning ustiga tirmashdi. Ikki iblis birdaniga dunyoga hujum qildi. Qo'ldagi o'qni iblisning biriga otdi. O'q iblisni kulga aylantirdi. Ammo ikkinchi iblis dunyoning ustidan bosib tushdi. Iblis dumini dunyoning oyog'iga sanchdi. Dunyo og'riqdan chinqirib yubordi. Iblisning qattiq tuyoqlari dunyoning ko'kraklarini qattiq bosib turardi. Iblis dumini osmondan muallaq ko'tarib dunyoning bo'yniga taraf urdi. Xayriyatki iblisning hanjardan o'tkirdi-mi, dunyoning bo'yniga yetmasdan iblis kulga aylanib ketdi. Qizaloq vaqtida kelib daraxt shoxidan yasalgan o'qni uning orqasiga urgandi. Dunyoning yuragi yorilib ketishiga ozgina qoldi. Dunyoning oyog'i qattiq og'riq bera boshladi. Dunyo qizchaga qarab jilmayib o'rnidan turdi. Dunyoning orqasidagi chandiqlar azob bera boshladi. Go'yoki uning tanasidan boshqa bir tana ajralib chiqayotgandek. Dunyo yerga ag'nab qoldi. U bor kuchi bilan baqirdi. Yana o'rnidan turdi va sohilga qarab yura boshladi. U bu yo'llardan qutulib ketishni xohlardi. U yana universitetga borishni, Samo bilan ovqatlanishni, birgalikda sayrga chiqishni xohlardi. U bu yerda o'lib keta olmasdi. Shuncha odamlarni qutqarib, o'z hayotini xavf ostiga qo'yib, yana o'zi o'lib ketsa-ya, ortiga qaramasdan qizchaga yordam ber deb so'radi va sekingina ortga qaradi. Qizcha qo'lida kamondan o'q tortib dunyoga qarab turardi. Dunyoning ko'zlari kattalashib ketdi. "Nima qilmoqchisan, ahmoq?" deya baqirdi nafrat aralash yig'i bilan. "Sizning bu yerdan chiqib shaharga borishingiz insoniyat uchun juda ham xavfli. Meni tushuning. Shunday qilishga majburman. Sizning tanangizda eng kuchli iblis tomiri o'tgan. O'sha chandiqlar joyidan iblis ajralib chiqyapti. Siz buni sezmadingiz ham. Meni kechiring", dedi qiz. Dunyoning orqa yelkasida og'riq yanada kuchaydi.
Uning yelkasida chandiqlar o'rnida iblis qiyofasi paydo bo'lgandi. Iblis qiyofasi tezlik bilan uning tanasidan tashqariga qarab o'sib chiqyapti. Iblisning boshi dunyoning tanasidan ajralib chiqib bo'ldi. Dunyo ingrab yubordi. O'q otildi va dunyoning ko'kraklari o'rtasidan qadaldi. Dunyo o'tirgan holatda ko'zlaridan yosh chiqib ketdi. Ammo ovozi chiqmadi va kulga aylanib shamolga qo'shilib g'arb taraflariga uchib ketdi. Qizaloq sohilga qarab yura boshladi. Quyosh botishiga oz qoldi. Orqada oyoq tovushlari eshitildi. Qiz orqasiga qarashga ulgurmadi. Qizchaning yuragiga iblis dumi qadaldi. Qizcha yerga yiqildi. Samo va Jimmy kema yonidagi hamma narsani jamlab ketishga tayyor turishgan edi. Ularning ko'zlari daraxt oralab dunyoni qidirardi. Hikoya so'ngida Telegram kanalimga obuna bo'lishingizni so'rab qolaman. Chunki u yerda YouTube'ga chiqmaydigan ajoyib qo'rqinchli hikoyalarni eshitishingiz mumkin. Telegram kanaliga qo'shilish uchun kanal opisiyasidagi silka ustiga bosing.